uni shon shuhrat uchun emas, hayot uchun tarbiyaladik. Shirin Zoid va qizi bloger Yasmin haqidagi haqiqatlarni ommaga oshkor qildi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, video ostiga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Xonanda uzoq yillar davomida Farhod va Shirin duetida ijod qilib kelgan, ammo guruh faoliyati to'xtab, bugungi kunda har ikki xonanda ham mustaqil ijod qilishga o'tgan. Dasturda avvalgi vaqtlarni xotirlab, o'sha vaqtda prodyuseringiz bo'lgan shoir Bobur Bobomurodovni eslab turasizmi deb berilgan savolga xonanda Shirin quyidagicha javob berdi. Yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham o'tmishimni esdan chiqarmayman. Hozirda u insonlar bilan bordi keldim. Bormi yo'qmi buning farqi yo'q menga. Yaxshiligi tekkan insonlarni albatta qadrlayman. Menga qilgan yaxshiliklari uchun o'ziga bo'lmasa-da, ichimda baribir ularga minnatdorchilik bildiraman. Shunday ekan albatta Bobur akani ham eslayman. U inson bilan salomimiz yaxshi bo'lgan. Afsuski xayrlashuvimiz chiroyli bo'lmadi, lekin men bunaqa bo'ladi deb o'ylamasdim. Qariganlarda ham ustoz shogirdligimiz davom etadi deb xayol qilardim. Bu haqda o'zlariga ham ko'p aytardim. Siz nuroniy yoshlarda, oppoq yaktaklarda uzun soqqollaringiz bilan o'tirasiz. Biz Farhod, O'tkir aka oilalarimiz bilan bayramlarda sizni ko'rgani kelamiz. Siz davraning to'rida o'tirib, o'sha paytlarda ham bizlarni duo qilasiz deb aytardim. Bolaligimda bobo buvim bilan katta bo'lganim uchun qariganlarni shunday tasavvur qilardim. Lekin oxiri bunday yakun topadi deb o'ylamaganman. 13 yil Farhod bilan ishlagan bo'lsam, Bobur Bobomurod bilan 15 yil birga ishladim. Shuning uchun hamkorligimiz davomiy bo'ladi deb ishonardim, lekin bu tasavvurlarim o'xshamadi. Mening bir odatim bor, hamma narsani juda ham chuqurlashtirib yubormayman. 5 kunlik dunyo uchun kimningdir ko'nglini og'ritib, undan foydalanib olay degan tushuncham yo'q. Iloji boricha hech kimni xafa qilmaslikka va o'zim ham hech kimdan xafa bo'lmaslikka harakat qilaman. Xafa bo'lgan taqdirimda ham kechiraman va masofani uzoqlashtiraman. Bobur akadan juda ham ko'p narsalarni o'rganganman, nafaqat san'atda, balki yurish-turishda, kiyinishda, tarbiyada, insonlarga bo'lgan munosabatda, davralarda o'zini tutishda, har bir jabhada bu insondan o'rganganlarim ko'p. Chunki Bobur aka juda ko'p kitob o'qir edi va o'qiganlarni bizlarga ham gapirib berardi. Buning uchun ularga rahmat aytaman. Bu juda ham zo'r davrlar edi. Hozir o'sha davrlarni sog'inaman, chunki bugun shunday ma'lumotlar yetishmaydi. Suhbatlarda maishiy mavzular, kiyim-kechak, zeb-ziynat mavzulariga emas, ilm-fan, tarix, kelajak haqida gaplashishni yaxshi ko'raman. Bobur aka bilan davralar shunday edi. U inson ustoz sifatida bizlarga juda ko'p bilim bergan. Hozir ham agar o'zlari istasa she'r borasida hamkorlik qilishimiz mumkin. Chunki juda chiroyli she'rlar yozadilar. Xonanda Shirin yaqin kunlarda ikkinchi bor onalik baxtiga erishadi. U tug'ilmagan farzandi bilan muloqot qilib turishini va odatiga ko'ra farzand tarbiyasini u dunyoga kelmasidanoq boshlab yuborishini aytdi. Yasmin tug'ilmasidan avval u bilan gaplashishni boshlaganmiz. Audio kitoblar, Qur'on tinglardim. Bethovenni eshitardim. Tug'ilganidan keyin birinchi marta uyga olib kelganimizda uyni unga tushuntirib chiqqanmiz. Hatto keyinchalik ham bu muloqotlarimiz davom etdi. Endi ikkinchi farzandimga ham vaqt ajratib u bilan gaplashishga, mehr berishga harakat qilaman, chunki hayotimda avval faqat Yasmin bor edi. Hozir esa ikkisi bilan teng muloqot qilishga, teng e'tibor qaratishga harakat qilaman, lekin bu qiyin. Shuning uchun hozir tug'ilmagan bolamiz bilan opasi Yasmin ko'proq gaplashadi. Ba'zan Yasmin u nima qilayotganini uka yoki singlisiga aytib berishimni so'raydi. Keyin opang hozir ovqatlanyapti, seni juda ham yaxshi ko'radi, kelishingni kutyapti deb gapirib o'tiraman. Yasminaga bergan mehrimni bu farzandimga ham berishga, ikkisiga ham teng taqsimlashga harakat qilaman, deydi Shirin. Shirinning qizi Yasmina bugungi kunda O'zbekistondagi eng serdaromad blogerlardan biri hisoblanadi. Uning Instagram sahifasini 2 million kishi kuzatadi. Yasminning sahifasiga reklama postini joylashtirish narxi esa $3000. Bu dunyoda insonga nimaiki berilsa barchasi Allohdan. Bir vaqtlar qizimning bloger bo'lib tanilib ketishi xayolimga ham kelmagan. Uyimizda bir yordamchi opa bor. Hali farzandli bo'lmagan vaqtim homiladorligimda o'sha opa hali shunaqa chaqaloq bo'lsinki, tarbiyachisiga, hamma narsasiga o'zining puli yetadigan bo'lsin degandi. O'shanda yosh bola qanday qilib pul topish mumkin derdim o'zimga o'zim. U vaqt
vaqtlar kun kelib qizim mashhur bo'lib ketishi xayolimga kelgani yo'q. Qizim hali tanilmasdan avval ham uni Amerikaning Disneylandiga olib borganmiz. Unga dunyoni ko'rsatishni boshlaganmiz. Kerak bo'lsa oxirgi pulimizni sarflab bo'lsa ham o'zimiz xohlagan orzularimizni qizimizga ko'rsatishni boshlaganmiz. Keyinchalik Yasmin tanilib mashhur bo'lib reklama qizalog'iga aylanib ketdi. Bu bizning qo'limizda emas, hammasi Allohdan. Qizimning mablag'larini olamiz, lekin pullarni o'zimizga ishlatmaymiz. U ham alohida shaxs va topganlari ham o'ziniki. Ko'pchilik qizimizga qanday yondashishimizni bilmaydi-da. Hamma qizimga nisbatan hurmatda bo'lishini xohlayman. O'zim ham u bilan katta odam bilan gaplashgandek so'zlashaman. Muhim ishim bo'lsa ham birinchi uni eshitaman, deydi u. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Like tugmachasini bosishni va obuna bo'lishni unutmang.